28 millionga. 28. Vodiy bas. Rost bilan. To'g'ri ag'iga ham ketaveradi. Dastlabkasi bor. Dastlabkasi. Akalar, yetuy bo'g'ozlardan so'raganlarga, akalar mana joning sog' bo'lgur to'rbosh go'zalidan. U orqada yana bittasi bor. Assalomu alaykum, qadrli YouTube chorvish qog'ozlari, Egan Berdus kanali obunachilari. Akalar, hafta kuniga chorshanba, xudo xolasa, Abdullajon akamizni xonadoniga kelganmiz. Molxonalariga mana akalar. Turdi qaranglar, voy joning sog' bo'lgur. O'ta yirik sigirlardan olib kelib qo'yibdi akalar. Eng past akalar 1.32 mi, 1.33 shunaqa akalar. 1.30 dan pasti yo'q. Hammasi akalar mana. Yirilagan qaranglar, joning sog' bo'lgur. Assalomu alaykum. Abdullajon aka, sizimiz aka, sog'ligingiz yaxshimi? Zo'r, rahmat. Inshaalloh. Degan dedi, mana obunachilaringizga to'rbosh bo'g'ozimiz bor. Ha? Bizda bo'g'oz 3 oylik 4 oyga kelgan. Kelgan? Ular sog'ib, Ha. o'zimiz endi 7 uy bo'ldi, mana endi sotyapti. Xudo xolasa, sotiladi. Sotyapti. Biz 3 oylik 4 oylik olamiz. 3 oy turaman. Boqib, to'shga yaqin sotiladi. Mana akalar, Qirg'iziston Bishkek paroda. Bu ham Qirg'iziston Bishkekdan o'tgan. Mana. Mesni, lekin Qirg'iziston Bishkekdan o'tgan mana shu akalar mana. Yirik. Yetuga ikkalasi mana shu ikkalasi. Bulari 8 oylik, 8 oylik, 5 oylik mana. Chiroyli qilib bitta ma'lumotini aytingchi aka buni. Tishlarini ko'rsatinglar birinchi. Qani bitta tishini. Ha, mana. Tishlari lapatki, va joning sog' bo'lgur. Qani ikkinchimiz. O'magalar, molmi o'ta yirik akalar, o'ta. Juda yirik mollar ekan, ko'z tegmasin. Chiroyi ham, sifatga ham gap yo'q. Qani bunisi? Bu ham lapatki, xudo xolasa. Kura tishlarni to'ldirgan, mana. Bu ham yirik akalar, kichkina ham olmas. Turdi qaranglar, ko'z tegmasin. Qani uchinchimiz? Mana. Iye, 6 ta, ha? 6larni. Ha, ikkinchi qoringa bu. Ikkinchi qoringa. 6 kurak to'ldirib 8ni hali chiqarmabdi. Endi hali oralab qopti. Ha, qani 4-imiz? Degan yerda 5 oylik bo'g'oz. Ha. Tishini ko'rsatinglar birinchi. Qani? Ochingchi. Tishlari lapatki. Ye, ko'z tegmasin. Lapatki tishligidan akalar mana. Endi ma'lumotini ayting aka. Degan yerda 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. Suti Suti yo'q. Nechinchi qorin? 3-chi qoringa 5 oylik bo'g'oz akalar mana. O'zingiz bilan xudo tekshirib oladi. Ha, ko'z tegmasin. Aka, narxini bitta bomba qilib bering mashina. Bo'ylari 1.30. Bomba qilib bering bitta. Kamini ham so'rashmasin, men olaman deb telefon qo'yib yuborsan hammasi. Degan yerda bozorda ham unaqa yo'q. Ha, qo'lda bering. 28 millionga 28. vodiy bas. Rost bilan. To'g'ri ag'iga ham ketaveradi. Dastlabkasi bor. Dastlabkasi bor. Aloqaga chiqaverasiz akalar, 28 millionga akalar. Qatta bor bunaqasi? Ko'z tegmasin, dahshat. Bo'ylari 1.30 plyusda, 1.32 mi shunaqa gideta. 1.30 plyus minusga olinglar, xudo xolasa 28 million g'ijbich kami ham bor. 5 oylik bor. 5 oylik bo'g'oz. Aloqaga chiqaverasiz, ko'z tegmasin, dahshat. Qarab akalar, qancha zo'r yem berilsa, shuncha zo'r beraverasiz sutni. Akamiz o'zi dehqon, ancha yildan beri tajribasi bor. Retseptigacha berasiz, xudo xolasa. Siz aytgan retseptda bersa, xudo xolasa sutlarni qo'shaveradi. Ayrimaydi, faqat qo'shadi. Mana, akalar, bunisi ma'lumoti. Bunisi 8 oylik. 8 oylik. 8 oylik. Nechinchi qorin? Ikkinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz. Yoshidan so'raganlar akalar. Mana shu sigirni olib turib akalar, misol uchun. Yangi chekka chiqqan oila bo'ladi-yu, mana shu sigirni olib qo'ysalar, inshaalloh anchalik bolalaridan olib chiqsalaring, xudo xolasa, vafshe ko'payib ketadi. Mana, shu tegmasin. Ro'zg'orni ham tebratadi. O'zini ham boqadi, ro'zg'ordan ham tebratadi, inshaalloh akalar mana. 8 da beradigan mollar bas bo'ladi. Ha, bir oy kutadi, qonidan tushadi inshaalloh, ha? Mana akalar. Siz ko'ryapsiz, 40 million, 45 million Ha, shu ko'z tegmasin, bozorda akalar shu 45, 46 lik molda aka. Bizda qancha? Bizda 39 million. 39 million. 39 million vodiy bo'ylab dastlabkasi. Dastlabkasi bor. Iya, mana 39 million akalar. 40 pastda akalar bozorda yalintirib ham bermaydi men. Masalan uchun shuncha bozorda yuribman, aytaveraman. 40 pastda yalintirib ham bermaydi bu sigirlar akalar, qaranglar turibdi. Voy joning sog' bo'lgur. Bo'ylab 1.35 plyus minusda 39 million, yana kami bor. Vodiy bo'ladi, dastlabkalari bor. Aloqa vohaga ham agar ko'ynimni topsin qilib beraveraman. inshaalloh. Nima qilasan?
Ko'ynini topib, yurakdan qizartirib, otangga rahmat, onangga rahmat deysiz. Xudo xolasa yana ham arzon qilib beraman. Aytilgan narsa sotilmaydi. Bunisi aka. Bunisi ham Voy, 700. katta olgan qaranglar buni. Bir haftaligi qolgan. Bir haftalik qolgan. Bir haftalik. Yetuk. Bir hafta 10 kun ham deylik. Bu qacha bo'lsa 3-4 kun azinsasi bo'ladi. 9 oy bas, 9 oy 9 kun deydi. Shunaqa bu qacha bo'lsa inshaalloh akalar bir hafta 10 kunlik qolgan. Mana. Necha oylikda olingan bu? 4 oylikda olingan. 4 oylikda olingan. 15 litr sut soqqanman. 15 litr sut soqqansiz. Biz ertaroq sutdan chiqaramiz. Ha. 6 oylik, 7 oylik chiqarib yuboramiz. 6 oylik 7 oylik chiqaraman. Bizga mol o'zi semirish kerak. Ha, chiroyli bo'lishi, bola yaxshi. Bolaga quvvat berish kerak. Bolaga quvvat berish kerak. Va shunda bolani yaxshi beradi. Yaxshi beradi, ha? Inshaalloh akalar mana. Bolalarni ham ko'ryapsizlar. Narigilari ham bolalari polvon bolachalar. O'zlari tug'dirib sotishadi akalar. Hali olib sotar biz. Mana shu 2 oylik, 3 oylik bo'g'ozda olib kelib, yetuy qilib tug'dirib sotishadi. Inshaalloh akalar arzon narxlarda. Buni narxi aka 41 million. Rost bilan. 41 million kamini qilib berasiz. Yana kami bor, dastavkasi 12 viloyatga mutlaqo bepul tog'dag'iga kelishilgan holda xudo xolasa. Mana unisi go'zal aka. Shvetsda originali go'zal, oq quloq, tumshoq elinligidan Qirg'iziston Bishkekidan so'raganlarga. Mani tutamda akalar. Nima deyilishini topganga bonusimiz ham bor yana akalar. 500 ming xayriya ham bor mana shu yilında nima deb atalishini topganga telefon qilsin, mana shunaqa desin. Yana aytilgan narxdan yana 500 ming kami bor. Undan ham kami bor. Nechinchi qorin bu? 3-chi qoringa. Necha oylikda olingan? 3 oylikda olingan. 3 oylikda olingan. 15-16 litr sut soqqan. 15-16 litr sut sog'ilgan. 7 oyda chiqarib olgan. 7 oyda chiqarib olgan. Bu ham yetuk. 3-4 kunligi qolgan. 3-4 kunlik qolgan. 3-4 kunligi qolgan. 3-4 kunlik qolibdi, xudo xolasa akalar. Telefon qilinglar. Agar kelishib qolsalar akalar, tug'dirib ham beraveradi, aka. Tug'dirib ham, xudo xolasa, hali qanday tug'diraman, bo'g'ozu, tug'dirishni bilaman deydigan bo'ladi-da baribir. O'shalarga akalar telefon qilinglar, kelishilgan holda xudo xolasa pul qo'shib olmaysiz-da tug'sa. Degan berdi mana masalan 45 million kami bor. 45 million masul sotsa ham, masalan, bola tug'ib qolsa ham fikrimiz o'zgarib qolmaydi. Ashin narx. Dogovor bo'ldi. O'sha narx. Ha. Ikkita tug'sa ham o'sha odamniki. Ikkita tug'sa ham pul o'zgarmaydi. Akalar mana, narxini qancha aytamiz? 45 million kami bor. 45 million kami bor. So'raverasizlar akalar. Aytilgan narxga sotilmaydi, xudo xolasa. Abdullajon akamiz ham birinchi marta YouTube'ga chiqyapti. To'g'risini aytaveramiz. Birinchi marta YouTube'ga chiqyapti. Haqiqiy qishlaqi dehqon odam. Mana, xudo xolasa telefon qilaverlar. Kelishilinadi. Aytilgan narxda sotilmaydi. Mana, ko'z tegmasin. Olib sotar biz o'zini mollari. Shu boqib katta qilib yuvib tarab, boqib tarab sotiladi, xudo xolasa. Mana akalar ko'z tegmasin. Telefon qilinglar. Qonundan tushgan bolasiga pul qo'shilmaydi. Tug'dirib berdim, dastavkamga boshqa deyilmaydi. Ashi telefon qilib dogovor qildilarmi, bo'ldi. 3-4 kun kutib, xudo xolasa, ashi narxda beriladi. Ko'tarilib, hali boshqasi yo'q. Telefon qilishaversin aka. Xudo xolasa kamlarini ko'p qilib o'tib berasiz. Egamberdiuzdanman deysa hisob, ha? Inshaalloh akalar. Aloqaga chiqaverasiz. Qisqacha chiroyli qilib olib berdik. Endi yetalab ko'rsatmaganimiz sababi ko'ryapsizlar akalar, ventilyatorlar chiroyli qilib yoqib qo'yilgan hammasiga. Issiqda ham ko'ryapsizlar. Bu quyosh akalar vobshe. Hozir bizda 42 gradus bo'lyapti. Qolgan joyda bilimimiz Farg'onada, vodiyda shunday bo'lyapti akalar. Shuning uchun molni ko'p qiynamaylik deb olib chiqmadik, chiroyli qilib obzor qilib berdik. Inshaalloh yoqqan bo'lsa akalar, bitta mana shu laykchani bosib qo'yinglar, bo'ldi. Sizlardan ko'p narsa talab qilinmaydi. Agar erim masalan kommentariyaga kirib, otangga, onangga rahmat deb bitta stikercha jo'natib qo'ysalaring ham xursand bo'lib qolamiz akalar. Obuna bo'lishni so'ramiz. Shu layk bilan kommentariya yozsalar, inshaalloh sizlardan keyingi odam ko'rishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Barchaga rahmat, kuzatib borgan, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Abdullajon aka, rahmat sizga ham. Sog' bo'linglar akalar.